Ayblanuvchi Xo'ja Nasriddin 1001-marta va oxirgi marta o'lim jazosiga hukm qilinadi. Xo'ja Nasriddin, bu safar masalang pishgan ko'rinadi. Qayg'urda yuruvding? O amirim, olis Amriqoda bo'ldim. Bugun tongda vatanimga yetib keldim. Qarang, ko'zlar to'qnash keldi oxir. Ammo mendan sizni masalangiz og'ir. Masalamiz og'ir. Nima gap soqchi? Bu Xo'ja Nasriddin nima demoqchi? Nazarimda tag'in hiyla boshlamoqchi. Boshini chopaymi? So'ylasin. O'z oyog'i ila kepti. So'nggi so'zingni ayt. Vaqt ketdi. Amirim, men dunyoni kezib aylandim. Karvon yo'llarini obdon o'rgandim. Tog'u tosh, adiru sahro cho'llarda qancha karvonlarni ko'rdim yo'llarda. Yuk tashish sohasi logistikada muammolar bisyor bizning qit'ada. Boshini chopa qolay, qo'l qichyapti-da. Bari ko'rganlarim mana shu kitobda. Sizga ham foydasi bor bir hisobda. Bilishimcha hozir karvon kutmoqdasiz. Xabar poylab yo'liga ko'z tutmoqdasiz. Ko'p yuk bilan kelar olis yurtdan karvon. Masala shundaki, kelarmikan omon? 10 daqiqa oldin maktub ham kelgandi. Navkaringiz xomush cho'ntakka solgandi. Vaziyatni o'zlari bilgan zamoni yashirmoq bo'ldilar sizdan muammoni. Maktub! Ulug' amirimiz bo'lsinlar omon. Yo'lga chiqarkanmiz ona yurt tomon. Bepoyon sahrodan o'tarkan karvon, qaroqchilar karvonni to'sgan. Bir nechta tuyalaringizni bosib. Bu falokat qaydan tushdi boshga? Amirim, muammoning ildizi boshqa. Hozir logistika taraqqiy etgan. Sizlar bilmaysizlar, ELD sistemni ishlatmaysizlar. Xabar kutib o'tirgandan ignani uchida ovozli aloqa bor sistemni ichida. Walkie-talkie. Meni tuyalarim hammasi zabardast. Karvon boshlarim bari jo'mard, chapdast. Eng katta xatoyingiz mana shu yerda. Tavakkal, mardlik ish bermas bu yo'lda. Mana masalan, wait station va LPR kamera yordam beradi. Chetlab o'tish uchun xavfli hududlarni. Garmin o'rniga ishlaydigan navigationi bor. To'g'ri yo'l ko'rsatib, noto'g'ri yo'llardan saqlar avvalambor. To'g'ri, 3-4 tanga xarajati yo'q emas. Cho'ntak ham, karvon ham talofat ko'rmas. Stable system nimaligini bilarsiz? ELD stabil ishlaydi. Lag va uzilishlarsiz. Har bitta tuyani nazoratda ushlaysiz. Endi yulduzlarga qarab yuradigan zamon emas. Gaplaring ko'p qiziq, aqling yomonmas. Bu aqlli kalla ha demay uziladi. Voh, uzilishlar. Disconnected mode. ELD uzilib qolgan taqdirda ham harakatni ko'rsatadi. Audit paytida bu juda asqotadi. Deylik saroyingizga auditor kelsa, qanday yo'l tutamiz? Boshini chopamiz. Noto'g'ri qaror. Bitta tuyani tekshirishga 1 kun ketadi. ELD bilan 1 soat yetadi. Bu qachongi? O'rta asr. Ulug' munajjimlar chizgan. Arxivga. Xarita kerak emas bizga. Vaqt tugayapti. Uzaverayimmi? Yakuniy fojia aytib berayimmi? Amir g'aznasida bo'shab yotgan sandiq g'alati emasmi? Sandiq to'lamasmi? Kecha to'la edi. Kalamushlar teshgan ko'rinadi. Karvonda ishlar xom, vazirlar g'irrom. Sandiq to'larmidi? Bu ish yoqmaslaringiz 24/7 support jamoaday xizmat qilarmidi? Son beri kel. Unda ayb yo'q. Oq tulporim ochqadi. Bor, yem berib ke. Behuda qon to'kib nima qilamiz? Keling kuchimizni birlashtiramiz. Biz qancha yo'llarni bosib o'tdik tugal. Qudrat va zakovat birlashsin bu gal. Bizning karvonlarning kelayotir gali. Biz ulug' yo'llardan o'tajakmiz hali. Biz senga ozodlik amr qilurmiz. Hamda kuchimizni
birlashtirurmiz. Birlashsin yo'llar u karvonlarimiz. Biz buyuk Ipak yo'li arslonlarimiz.